Ijaraga yoki sotib olishga noturarimizni e'longa qo'yamiz, u lokatsiyani tushuntiramiz va to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Umid Qo'rg'ondamiz, to'g'rida Barakanovning svetofor va 100 metr ichkariga kirganda ko'rib turibmiz, 1.7 sotix maydonni egallagan 2 qavatdan iborat va o'zini yer to'la qismlariga ega bo'lgan binosini ko'rishimiz mumkin. Plita bilan yopilgan, mabodoga 3-qavatga ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Podval qismi 160 kvadratdan kattaroq maydonni egallagan va biza keling birinchi qavatni ko'rsatib o'tamiz. Kafe bo'lib oldinlari faoliyat yuritgan ushbu joyimiz ijara narxi $500 va sotuvga $125,000 bilan chiqaramiz. Mabodoga ijaraga oladigan bo'lsangiz, uzoq muddatga beriladi. Ko'rib turgan stol komplektlari 10 tadan bor. Bu yerda qo'ralarimiz, hozir shashlik pishirish joylarini ko'rsatib o'tamiz. Gazlashgan hisoblanadi. Non pishirish joyi qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha kafe faoliyatini amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Bu yerda gaz plitalari va ichkarida stellajlari, stollari qo'yilgan. Keling, shashlik qiladigan joyimizni ko'rib o'tamiz. Birinchi qavatdan orqa tarafga o'tadigan bo'lsak, tashqi hojatxonasi va to'g'rida shashlik qo'rasini qo'yish uchun joylarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Kelinglar. Ikkinchi qavatimiz ham to'liq kafil qilingan, ko'rib turibsizlar, pol qismlari hamda bu tarafda stollari qo'yilgan. Eslatib o'taman, kafe faoliyatini amalga oshirishingiz yoki rejasini o'zgartirib, planirovkasini, loyihasini o'zgartirib, boshqa faoliyatni amalga oshirsangiz ham bo'ladi ushbu noturamizga. Hamda skvoznoy variantda bu tarafda ham deraza romlari o'rnatib qo'yilgan. 1.7 sotixdan iborat 2 qavatlik, tepalari demak plita bilan yopilgan, pishkanishdan qurilgan ushbu noturarimiz juda ham yaxshi narx bilan sotuvga qo'yilmoqda. $125,000. Joyda yana savdosi bo'ladi. Kvartirangiz bo'ladigan bo'lsa, barter varianti ko'rib chiqiladi. Agar ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, $500, yana ham egasi bilan gaplashasizlar. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, uzoq muddatga ijaraga olsalaringiz ham bo'ladi. Sotuv yoki ijara masalasi bo'yicha pastda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va ushbu joyda mana shunaqa arzon narxda noturarni ishlatib, yaxshigina daromadni oshirsalaringiz bo'ladi. Pastda sizlar uchun raqamlarimizni qoldirdik. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi narxda e'longa chiqarilayotgan noturarlarni ham ko'rib borasizlar.